Payg'ambarimiz alayhissalom aytadilar: Jannatda o'lim yo'q. Jannat abadiy hayot. Agar jannatda o'lim bo'lganida edi, o'limga bir narsa sabab bo'lgan bo'lardi. Jannatga kirgan odam o'zi uchun beriladigan hurni ko'rib, uning husni jamoliga hayrati oshib, o'sha hayratdan o'lib qolgan bo'lar ekan. Vo ajab deb hayratlanib o'lib qolgan bo'lar ekan. Shunda Ummu Salama onamiz aytdilarki: "Ya Rasululloh, bo'lmasa jannatga kirgan odam jannat hurlari bilan bo'lib ketib, dunyoni ayoli bir chetda qolib ketadimi?" deganda yo'q dedilar. Bal nisa'ud dunya afdal bi 70 marra. Dunyoni ayoli jannatni huridan 70 karra go'zal, malohatli bo'ladi dedilar. Va bima zaka ya Rasululloh? Nima sababdan ey Allohning